Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, qadrli yurtdoshlar, musofir yurgan aka opa-singillar, sog'lom, yaxshi do'stlar. Bugungi video sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ya'ni bugungi video ish temasida bo'ladi. Xullas do'stlar, Moskvada ish bor. Kim ish izlab yurgan bo'lsa, do'stlar, ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz. Siz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ish qanday deb so'rasangizlar, do'stlar, ish temir ishi, ya'ni sexda ish bor. Temir lestnitsa qiladigan, navis qiladigan ish bor, do'stlar. Svarshiklar kerak deb murojaat qildilar. Keyin montaj ishini tushunadigan, ya'ni tayyor lestnitsa, tayyor naveslarni olib borib, shu aytgan joy adresga borib devorga qistirib, qatirib deganday, xullas montaj ishini biladigan, keyin kempi svarkani yaxshi biladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda sizlarga WhatsAppdan telefon qilasizlar. Bu yerda sizlarga rus ayol kishi javob beradi, do'stlar. To'liq ma'lumot beradi sizlarga. Adres qayerda? Faqat moskovskiy dokument bilan yotoq joy sexning o'zida kuningizga 5000 rubldan boshlanadi. Kuningizga 5000 rubldan 6000, 7000, 8000 gacha pul tushadi kuningizga, do'stlar. Bu yerda hozir ikkita o'zbek aka-ukalarimiz ishlab yuribdi. Ya'ni ikkita deganda ikkita brigada ishlab yuribdi. Yana bir 30 ta, 35, 40 ta odam kerak deb murojaat bo'ldi, do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, do'stlar. To'liq ma'lumot olasizlar. Ish haqida svarka ishini biladigan, temir montaj ishini biladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar. Mana sizlarga ajoyib ish. Ko'pchilik so'raganda kommentariy yozib, aka svarka ishini chiqaring deb. Mana sizlarga ajoyib ish, do'stlar. Hech qanday aldov degan narsa yo'q. Puli har doim o'z vaqtida beriladi, do'stlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sog' omon bo'ling.